Anvar aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ha, erta kundan. Bugun boshli ertalar ruxsat berdi, erta kelib ha? Boshliq erta kundan ruxsat bergan bo'lsa, maza qilib o'ynab kulmaysizmi? Toqqa chiqing, shashlik qilinglar, oshnalar bilan PlayStation o'ynang. Maza qilib yurmaysizmi? Erta kundan soat albatta 4 da ham kelib olamiz uyga. Boring o'ynab kuling. Erkak kishi maza qilib yurish kerak. Ertalar sahar 4-5 da kelavering. Ketaveramiz. Ketaring. Ketaveramiz? Bemalol boring, ertaga kelsangiz ham mayli. Ha, yana kassaga telefon qilishyapsanmi? Bormayman. Erim zo'rg'alatdan topgan pulni men sarflab olmayman-ku. Erda ham o'ylash kerakmi? Telefon qilishma menga. Malades. Xotin. Mana nima? Men sen nima noto'g'ri tushunding? Men to'ppa-to'g'ri tushundim. Siz to'g'ri yo'lda ketayotgan bo'lasiz, qizlar o'zlari qoqilib ketib, pomadasi tegib ketadi ko'ynagingizga. Yo'q, ona rostdan qizlari pomadasi. Voy, qizlarning aybini bo'yningizga olmang dadasi. Nima oldu xotin hozir? Pomada ona rostdan. Bitta mo'ka qilamiz, iplos bo'ladi mana mashina. Yangi mashina oldingizmi? Senga oldim. Menga. Senga. Mashina oldingiz. Mashina oldim. Buni oyog'i nima berilgan? Men mana shu oyog'imni shuni magazinga chiqib, shuni narsam olib qaytib kelaverman. Tezda egasiga qaytarib olib bering mashinani. Mana Malibu malaka. Menga esa salibu bo'lmaydi, urib pachaqlab yuborma dadasi. Tezda egasiga olib bering. Menga emas yo'q. Ha, iplos narada rol. Xotin, oyligim oldim, ma'qul. Menga umuman pul ko'rsatmang. Meni pulga allergiyam bor. Bu pulni o'z mazza qilib ishlating, bo'ptimi? Menga 3 ta 4 ta qul topib olsangiz yetadi-da. Malades xotin. Qaysi lotereyadan yutib olganman seni?